Loyni chachasizmi? Ketchuplarini naqilib seforasizmi? Cho'lalarni sepasizmi? Bu ishni o'shamaydi. Diqsa yuvilib ketaveradigan loylarni, ketchuplarni hech nimani ushamaydigan. Ana hech nimani ushamayapti. Shunday loy yog'adimi, tosh yog'adimi, do'l yog'adimi, hech nima bo'lmaydigan. Birinchi qo'l zontilarni ishlab chiqaradigan akamiz oldiga kelganmiz. Bitta zontilar 30 xildan ortiq turlari bor. Bu haqda ma'lumotni to'liq akamizdan olamiz. Assalomu alaykum. Aka so'msiz. Rahmat sekin. Bu zontigimizning nomi nima endi? Bu zontigimizning nomi Roma. 360 gradusga aylanadi. Buni 1.550.000 so'm qilib beramiz. Aylanishi Buni pozitsiyalari ko'p. Mana. tepaga pastga chiqyapti. Bitta odam bemalol. Mana aka, bu pozitsiyalari ko'p. Buni keyin yaxshi tomoni 360 gradusga aylanadi bu. Mana 360 gradusga xohlagan tomoningizga aylanadi. Salqin qaysi tomonda kerak bo'lsa, o'sha tomonga tushib beradi, aka. Mana bu unimiz bor, to'rga to'r. Bunimizni balandligi baland. Balandligi где-то bu 270 ga chopadi. Razmeri to'rga to'r. Buni 4 xil svetimiz bor. Keyin 3 ga 6 miz bor. 3 ga 6. 3 ga 6 bu bozorchi akalarimiz, piknik hamma narsa keltiradi. Bu 3 ga 4,5 imiz. Buni narxi 1,5 million so'm. Buni narxi 1 million so'm. 3 ga 4,5 bu. 3 ga 4,5. Ha. Ana akalarimiz, piknikka chiqqan akalarimizga mana koftalari bor. Keyin mashinalarni anaqaga qo'yishga, garajxona qilishga, domlaga, yangi uchastkadagi akalarimizga naves bo'lmasa, bizani 3 ga 4,5 1 million so'm narxi 3 ga 4,5 mos keladi. Bu ko'p yengil mashinalarga tushaveradi. To'ppa-to'g'ri. Bu 3 ga 3 imiz aka. Buni svetlari ko'p. Karkazlari sveti har xil. Anaqalarning ham sveti har xil, tentlari. Tentlarning sveti har xil. Shunaqa. Buni narxi 671 ming so'm. 671 ming so'm. Bunimiz anaqalarniki, Plajniy. plajniylarniki, ko'chada sotuvchilarniki, restoran, kafe sohalasiga ham keturadi buni. Buni svetlari ham har xil. Buni zontini o'zi 160 ming so'm, oyog'i alohida 160 ming so'm bo'ladi. Oyog'i alohida bo'ladi. Da. Shu. Bu yerda har xil turlari. Har xil turlarimiz bor. Bir ko'p, rangli, karkaslarning rangi, aytgan rangilarda qilib berishga harakat qilamiz. Keyin buni bu tentlari qancha ishlab beradi aka? Buni tentlari mana bu yangicha tentimiz, stannoy, ichi stannoy. Buni xudo xolasa 3 yilga garantiya bermaymiz, lekin 3 yil xizmat qilib beradi. 3 yil xizmat qilib beradi. Yomg'ir, qorda, quyoshda, suvda ushlab beradi. Keyin buni 3 yildan keyin yirtilib ketadi, netadi. Tentini o'zini ham qilib berasizmi, qilib bermaysiz? Karkasimiz baquvvatligini hisobiga tent ko'p ketadi, iqlimimizni ana havoni hisobiga, lekin tentimizni alohida sotamiz. Alohida. Endi dastavkalari-chi aka? Dastavkalar Yandexdan kelishgan holda chiqarib beramiz. Viloyatdagi bo'lsa, kattaroq ob'em olsa, bitakkasigacha olib borib beramiz. Mana uning oti nima aka? Bu ham Roma, boya ko'rsatganimizni 5 xil sveti bor. Bu ko'ka. Bu Roma stili ko'ryapsizlar aka. Basenlarni qirg'og'iga qo'ysalar ham bo'ladi, dachalarga qo'ysalar ham bo'ladi. 360 gradusga aylanadi akalar. Xuddi shunaqa. Bitta odam ham o'zi shunga aylantirib, yig'ishtirib qo'ysa bo'laveradi. Uni odam ko'p shart basaganda akalar. Shunaqa. Buni asosan kafe, restoran sohasidagi foydalanishadi bu zontilarimizdan. Bu quyoshdan ancha yordam beradi, ham kafe, restoranlarni brendiga, logosiga mos qilib, rang qilib qo'yib qo'ysa bo'ladi letnisiga. Aytgan ranglarini qilib berishadi. Xuddi shunaqa. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib keting. Olg'a O'zbekiston kommentariyada yozib ketinglar. Akalarimiz birinchi qo'l o'zlari ishlab chiqarishadi. Noldan ishlab chiqarishadi. Bu temirlarini ham o'zlari ishlab chiqarishlar Xitoydan. Shunaqa. Xitoydan keladi. Biz buni sborka qilib o'zimiz yig'amiz. O'zlaring yig'asizlar. Shunaqa. Tentlarini o'zlaring tikasizlar. O'zimiz tikamiz. Hammasini to'g'ri chokda yaxshilab o'zimiz tikamiz. Sifatli qilib tikamiz buni. Sifatli qilib. Mutaxassis ayollarimiz ishlaydi bunda.
akalarimiz o'zlari ishlab chiqarishadi. Birinchi qo'l. Akamizni kommentariyada yozib ketinglar. Yana shunday videolardan ko'p chiqarishga harakat qilamiz. Aka, ma'lumot uchun rahmat. Ishlaringlar rivoj, sog' bo'linglar. Rahmat. Akamizni nomini pastda qoldiramiz. Telefon qilib aloqaga chiqib